Powertech kompaniyasini PV330L avtomatikasi bo'ladi. Bu avtomatikamiz 24 volt ishlaydi. Встроенный akkumulyatori bor. Svet ketib qolgan holatlarda ham avtomatik ishlayveradi to'xtamasdan 20 ta sikl 10 marta darvozani ochishga, 10 marta darvozani yopishga zaryadkasi yetadi. Bu avtomatikaning ustki qismlari nержавейка bo'ladi, qirilmaydi, chizilmaydi. IP67 suvdan qo'rqmaydi. Quyoshdan issig'idan qo'rqmaydi, qishda sovuqdan qo'rqmaydi. Ko'chada ochiq joylarga bemalol o'rnatsa bo'ladi. Juda mustahkam himoyalangan avtomatika. Avtomatikaning komplektida lampasi bo'ladi, bitta avariyniy lampasi, ikkita xavfsizlik sensori bo'ladi, 5 ta pulti bo'ladi. Kronshtayn, bolt gayka hamma komplektatsiyasi ichida bo'ladi. Platani ichida встроенный akkumulyatori, удаленный достуp resiveri bo'ladi. Dunyoning istalgan mamlakatlaridan telefon orqali darvozani ochish, yopish imkoniyatlari bor. Bu avtomatikalarimizni hamma Powertech kompaniyasini, hamma avtomatikasining eng zo'r fishkasi препятствие funksiyasi bor. Bu препятствие funksiyasi nima beradi? Darvozani ochayotganingizda orqasida narsa turib qolgan bo'lsa, tegib to'xtaydi. Hech narsani buzib, sindirib tashlamaydi. O'ziga ham zarar yetib qolmaydi. Ochayotganingizda ham ko'p darvozalarda pavuki bo'ladi. Quplab qo'yib bilmasdan pultni bosib yuborsangiz, ko'p holda avtomatikalarning ichki qismi plastmassa bo'ladi, o'zi sinib ketadi. Bunda sinmaydi. Ichki qismlari bronzadan bo'ladi, sinmaydi. Sirazi to'xtaydi o'zini. Препятствие funksiyasi ishlab, himoya tizimini ishlatib, avtomatikani to'xtatadi, ishlab yotavermaydi, g'ing'illab. Ana eng zo'r fishkalari mana shu bo'ladi bu avtomatikani. Bu avtomatikamiz 3,5 metrdan 5 metrgacha bo'lgan darvozalarga qo'ysa bo'ladi. 2 qavatli, 3 qavatli, shumkali og'ir darvozalarga, 1 tonnali 200 darvozalarga qo'ysa bo'ladi. Mana shu avtomatikani. Bu avtomatika eng hadovoy avtomatika. Mana shu Toshkentda ishlab chiqarilib o'rnatilayotgan darvozalarga eng ko'p qo'yiladigan shu avtomatika bo'ladi. Sabab hamma razmerga tushadi. Kichkinadan kattagacha bo'lgan darvozalarga tushadi. Ichkariga ochiladigan bo'lsa 6 metrdan 8 metrgacha bo'lgan darvozalarga tushadi. Tashqariga 3,5 metrdan 5 metrgacha bo'lgan darvozalarni ochadi. Ochish gradusi 90 dan 130 gradusgacha tashqariga ochadi. Ichkariga darvozani razmeriga qarab gradusini to'g'rilasa bo'ladi. Endi holatiga qarab bemalol gradusini shu 90, 130, 180 qilib ham bo'ladi bemalol.